Allohni tanidingmi? Rahmatini bildingmi? Adolatini, lutfini, senga bo'lgan muhabbatini bildingmi? Da'vatini tushundingmi? Agar bularni bilgan bo'lsang, boshqalardan behojat bo'lasan. Agar Allohni tanigan bo'lsang, unga iqbol qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, istig'for etasan. Agar uni tanigan bo'lsang, unga tavba qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, suyanasan. Agar uni tanigan bo'lsang, mahzun bo'lishing mumkin emas. Agar uni tanigan bo'lsang, baxtli bo'lasan. Chunki qalbida chin iymoni bor odam dunyoda baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Har qancha musibat ustingga kelmasin, bu ham o'tib ketadi. Musibating tugamasa, sen tugaysan, sen ketasan. Allohning huzuriga borasan. Sening iymoning bor. Haqiqiy iymoni bor odam dunyoda mahzun bo'lishi, baxtsiz bo'lishi mumkin emas bo'ladi. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. 1 oy 2 oy xizmat qilgandan keyin otasi general. Shu harbiy qismning generali. Endi serjant unga do'q bo'lsa qilyapti, qo'rqityapti. Endi shu bola o'tirib olib yig'ilib, xavotirga tushdi, aqldanmi? Agar qo'rqib xavotir olayotgan bo'lsa, bitta serjantdan